Assalomu alaykum, birinchi konsertimning birinchi muxlislari. Rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum barcha-barchalarga. Bugun bizni mana shu birinchi konsertimiz bo'lishiga qaramasdan, vaqtinglarni ayamasdan tomosha zalini to'ldirib kelib o'tiribsizlar. Qadaminglarga hasanot, xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Mana shu osmonga yetgan boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Rahmat. Salomat bo'linglar. Endi biz ustozlarimizni konsertini ko'ramiz, to'g'risi havasim keladi. Ustozlarimizning muxlislari qo'llab, quvvatlab, gullar olib kelishadi. Men bugun hech kim qilmagan ish qilmoqchiman. Men bugun birinchi konsertimga tashrif buyurgan muxlislarimga gul bermoqchiman. Marhamat yigitlar, ketdik. Marhamat. Rahmat yigitlar. Hammaga yetsin, hammaga. Xo'p. Kimga beramiz? Onaxonlarga beringlar asosan. Yosh kattalar ham bo'lsin. Keyin, ey, chiroyli qizlarga beringlar bitta ikkita. Beringlar. Sizga hammi? O'zingiz olib kelmadingizmi aka? Bo'ldimi? Gul oldinglarmi? Hamma oldimi? Mana shu gullar sizlar uchun azizlar. Sizlar uchun meni konsertimga kelganingizga rahmat. Men uncha odam bo'lmaydi deb o'yladim men. To'lib o'tiribsizlar, rahmat. Endi men ko'p konsertlarda ko'rganman, mana shu tushib olay. Ko'p konsertda ko'rganman. Ustozlarimiz konsertida tomoshabinlar gul bilan birgalikda san'atkorlarga cho'pon ham kiydiradi-da. Endi qarshi bo'lmasanglar, men assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. To'g'risini ayting. Doston Ergashev uchun keldingizmi? Ovoz Oxun uchun keldingizmi yo Nodir qiziq uchunmi? Nodir qiziq uchun-da. Mana shu gapingizga. Rahmat. Mana shu gapingiz uchun, mana shu insonga qarshi bo'lmasanglar, bitta cho'pon kiydirsam nima deysizlar? Mana. Turing aka, turing. Nodir qiziq konsertiga deganingiz uchun, keldim deganingiz uchun mana shu cho'pon sizniki, kiydiringlar mana. Yaxshimi? Omad tilayman. Rahmat, xursandmisizlar? Sizlar xursand bo'lsanglar bo'ldi, salomat bo'linglar. Men yaqinda mana shu Turkiston san'at saroyida bitta konsertga keldim. Quvvatilla O'sarov degan san'atkor konsert qildi. Taniysizlarmi? Tanimaysizlarmi? Men ham tanimadim, institutda majburlab olib kelishdi. Keldik. O'tirib biz endi Quvvatilla O'sarov deb e'lon qildi. Quvvatillamush. Ana qo'shiqchini qo'shiq aytishga quvvat yetmayapti. Yana O'sarov deydi. Aniq bilaman, u odam o'smaydi. Sababi fonogrammani ham qoyillatib aytmayapti. Lekin 1000 ta odam zal to'la o'sha odamdan 300 tasi san'atkorga gul berdi. Qoyil qoldim, muxlislari ko'p ekan. Yaxshi san'atkor desam, keyin bilib qoldim. Boyagi san'atkor konsertdan oldin tomoshabinlariga gul tarqatib qo'ygan ekan. Konsertni o'zimga berasizlar deganda, endi meni tushungan bo'lsanglar kerak. Mana shu gul olganlar konsert davomida shu gullarni o'zimga bitta qaytarib berasizlar. Hozir bir ish qilamiz-da. Amma siz kim? Ya qarindoshlar bo'lsa ishonmaydi-da. Ammam bo'lsa bo'ldi. Kim yana? Kim oldi? Qaysi tomondan olishdi? Bormi yana? Olganlar, mayli. Amma siz, Gulchehra opa siz, erkaklardan ham olganlar bo'ldimi? Mayli, siz 3 ta. Sizlar hozir men sahnaga bir boshdan chiqaman. Men shu gullarni assalomu alaykum, hurmatli muxlislar deganimdan berasizlar, maylimi? Kelishib oldikmi? Hozir Ahror aka, keling. Qo'ying. Keling. Bunaqasini ko'rmaganman, lekin gap bo'shig'i emas. Sizga yarashaveradi. Bilasizmi nima uchun gap aytyapman? O'zbekistonning poytaxti Toshkent bo'lsa, Toshkentning poytaxti Jizzax bo'lib turibdi hozir. O'shancha bo'laveradi, yarashaveradi. Mayli, Ahmad.
savolda, aka, mana shu Xo'p, xo'p. muxlislar nomidan savolda. Xo'p, xo'p. Ko'pchilik aytadi, nimaga siz bitta so'zni 3 marta gapirasiz, aka? Qachon? Voy. Hozir. Ya bu zavodskoy brakda, bu ataylab qilmayman. Gap yo'q. Shunaqa tug'ilganmiz. Sizdan iltimos, Xo'p, bo'ladi. hozir Xo'p. bir boshdan boshlab berasiz konsertni. Nodir qiziq degan joyini aytib bersangiz bo'ldi, men chiqib kelaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Gullar tayyormi? Operatorlar tayyormi? Operatorlar tayyor, gulni olganlar tayyor. Sizlar endi qarshi chalib turinglar, hurmatli muxlislar. Qarshilar bo'lsin. Nodir qiziq. Aka, o'chiring. Men oldin kirib olay. Ha, hali kirasizmi hali? Ha, Aman, orqaga xo'p. o'tib olay. Xo'p. Bunaqasi bo'lar emas. 20 yildan beri konsert o'tkazaman, birinchi marta shunaqasi bo'ladi. Xo'p, tayyormisizlar qarshi chalishga? O'zining ilk konserti bilan sahnada yosh ijodkor, ajoyib so'z ustasi Nodir qiziq. Assalomu alaykum. Muxlislar, assalomu alaykum. Hay. Shoshib. Ha. 3 tami? Ha. To'xtang. Qayerdan oldingiz? Nima aytsa? Qayerdan oldingiz gulni? Sandan Joyini aytmang-da. Joyini aytmang. Qayerdan oldingiz? sotib oldim. Yolg'on gapirsangiz ko'zingiz pirpiramas ekan-a? Endi qolganlar tushundinglar, mana shunday berasizlar gulni. Faqat hozir emas, o'rtalarida joy-joyida berasizlar. Keyin bizni tasvirga olayotgan tasvirchi yigitlardan iltimos, mana shu gul tarqatgan joyimiz bor-ku, o'shani montajda kesib tashlaylar. Montajda ertaga gap bo'ladi bilaman, o'zi berib, o'zi qaytarib olibdi deydi. Bilaman, shuning uchun montajda olib tashlaylar, lekin montajga ehtiyot bo'linglar. Yaqinda bitta voqea bo'ldi. Ustozimiz Avoz Oxun bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyiga konsertga bordik. Gala konsert bo'ldi. Endi ko'pchilik gala konsertlar hozir chala konsert bo'lyapti. Nimaga? Bordik, konsert rejissor tashkilotchisi aytdi ustozimizga, Avoz Oxun 15 minut gapirasiz, odamlarni kuldirasiz, keyin tushib birinchi qatorda o'tirasiz, joy bor dedi. Men birga yuraman u yonlarida. Birga endi ustozim sahnaga chiqib qiziqchilik qildi, odamlar maza qilib kuldi. Vaqtimiz bordi, ustoz ekalamiz birinchi qatorga tushib o'tirib konsertni tomosha qildik. Endi qiziq tomonini eshitinglar. 1 oy o'tdimi, 1,5 oy o'tdimi, konsert YouTube'ga chiqdi, internetga. Men konsertni ko'rib o'tiribman, ustozim sahnada qiziqchilik qilyapti. Men birinchi qatorda o'tiribman konsert ko'rib. Eng qizig'i, ustozim sahnada gapirayotgan payti men sahnani orqasida edim. Montajning kuchini qarang, sahnani orqasida yurgan bola birinchi qatorda o'tiribdi. Men hech narsa emas. Ustozim sahnada qiziqchilik qilyapti, unda qarasam yonimda o'zi ham kulib o'tiribdi. O'zini gapiga o'zi qarshi chalib. Ustozimni egizak farzandi borligini bilardim-u, lekin o'zini egizagi borligini bilmas ekan. Turkiston san'at saroyida bo'lyapti konsertimiz. Bitta o'rtog'imga aytdim, konsert beryapman, o'rtoq desam, tabriklaymiz. Qayerda bo'lyapti deydi. Turkistonda desam, sodda bo'ladi, kichkinasidami deydi. Xalqlar do'stligiga berib yubormabsan-da bir yo'la deydi. Xalqlar do'stligini aytayapti-da, katta joyda. Bu yerda joy yo'q-da. Har kuni san'atkor konsert qiladi. O'zimizni san'atkorlar yetmagandek, Yevropa tomonidan, Rossiya tomonidan bir yilda 10 ta 15 ta odam kelib konsert qiladi. Yana o'sha chetdan kelgan san'atkorlarning afishasini avtobusga yopishtirib qo'yishadi, ilib qo'yishadi. Bir yaqinda Valeriy Miladze degan bir san'atkor keldi, uni afishasini avtobusga yopishtirib qo'yishibdi. Murojaat uchun telefon degan joyi bor ekan. Telefon qilib so'rasam, eshitinglar, bitta bilet 2,5 million so'm. Endi sizlarga savol, 2,5 million so'mga bilet oladigan odam avtobusda yuradimi? O'z avtobusda yuradigan odam oyligini o'zi 2,5 millionda. Menimcha unaqa narxga avtoparkda direktor ham olmaydi-da bilet. Yana uni qayerga yopishtirib qo'yibdi, ilib qo'yibdi. Mana avtobusda yiqilib tushmasligi uchun usha oladigan ruchkasi bor-ku, o'shanga ilib qo'yibdi. U o'tirganlarga ham emas ekan, turib ketayotganlarga ekan. Bechora turib ketayotgan, avtobusga bilet yo'q, turib ketyapti o'zi. Unga baraka topgur, mantiq bo'lish kerak-ku. Samolyotga yopishtir biletingni. Bor ana Afrosiyob poyezdiga yopishtir.
Mayli nima bo'lsa bo'ldi, Yandex taksiga ham yopishtirsin. Bo'ladi-yu. Endi u 2,5 million so'mga bilet oladigan boylar boshqa boylarda. U boylarning bolasi maktabga Mercedesda borib keladi. Bir boy odamni ham bolasi har kuni maktabga mashinada borib, mashinada kelar ekan. O'qituvchisi dadasini chaqiribdi. Aka, siz saxiy boylardansiz, rahmat. Maktabimizga yordamlar qilyapsiz, remontlarimizga yordam berdingiz, rahmat sizga. Lekin o'g'lingiz bolalardan ajralib qolyapti. Buni ko'rib sinfdoshlari o'ksib qolyapti. Bu sinfdoshlari hammasi avtobusda yuradi. O'g'lingiz maktabga mashinada keladi, mashinada ketadi. Biz ham avtobusda yuramiz aka. Shunga ozgina e'tibor qiling degan ekan. Endi boy odam aqlli bo'ladi-yu. Ertasi kuni o'g'liga bitta avtobus bilan bitta proyezdni olib beribdi. Boyda nima qilsin boyda, lekin avtobusda yurishni gashti bor. Avtobus mazza. Men ko'p avtobusda yuraman. Endi avtobusda yoshlar o'tirib oladi, yosh kattalar turib ketadi. E'tibor berasizlarmi? Boyagi yoshlar yosh kattalarga joy bermaslik uchun uyda o'qimagan, institutda o'qimagan kitoblarini avtobusda o'qib ketadi. Bir bola avtobusda kitob o'qiyapti, yosh katta odam oldiga kelib, "Ukam, avtobusda kitob o'qishni ko'zga zarari bor." deganda haligi bola ham shunda boshini ko'tarib, "Zato oyoqqa foydasi bor-da, aka" deydi. O'qisang kallaga ham foydasi bor, faqat teskari shovibsan kitobni-ku. Avtobusda yurish mazza, tiqilinch, to'polon, ichi liq to'la odam. Avtobus ostanovkaga to'xtabdi. Ostanovkada avtobus to'lamush, chiqayotganga tushayotgan odam yo'l bermaydi, tushayotganga chiqayotgan yo'l bermaydi. Shu tiqilinchda avtobus eshigini oldida ikkita sevishgan, yangi tanishgan bilmayman, bir-biriga mulozamat qilyapti. Yigit qizga qarab, "Chiqing jonim" desa qizam, "Yo, o'zingiz chiqing jonim." Bola, "Ha, endi chiqing jonim" desa qizam, "Yo, o'zingiz chiqing jonim." Yigit, endi qiz bolani hurmati bo'ladi, "Chiqing jonim" desa qiz bola ham, erkak kishining farishtasi ulug' bo'ladi, "O'zingiz chiqing jonim" desa, orqada yarim qop piyoz ushab turgan otaxon bor ekanda. Chiday olmabdi. Piyozini shartda qo'yib, bolani quloq chakkasidan chas tortib yorib, "Yaramas, lapashang oldin san chiq, keyin joning chiqsin" deb.